Dadangizni yig'sam kerak-a? Dadamni mast qilib olib kelaman. Dadangiz nepilcham ketganini bilib qolsalar-chi? Bildirmaymiz. Toshni shu uymi, o'ynashdan bo'lgan. Ana shu yo'lda. Onang amalla yodda mana. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qanday dada? Xudo ikkitami deymi? Yo'q, ana o'qchanchdagi qarocha keliniz, unisi onasi. Nasking yuvib kelolmi sakaldi? Men yurganman dada. Bitta taklifim bor. Ha, nima taklif? Kelinni to'ydan keyin bir 5 kun ivitib qo'yasan, haymi sudalik suv qilib. Uning bu motorchiga o'xshaydi-ku. Yo'q, dada ishlatilmagan. Allama bacha. Ishlatilmagan. Deyman, doktordan tursangiz bilan. Qaysi do'stam ish qilib? Tanglay dedilarmi? Taylariz dedilar. Taylariz dedilar cho'qotda. Biz chichib ketdi yuvib kelagan oloddanmiz. Men yurmayman. Takras o'g'limiz ham sassiqcharoqsizda ham qiz bir bijg'igan ekan, ana buzuka ko'z qo'yganday jalpaga. Endi xudo o'g'limiz sal dalbayob tobroq. E'tibor bermaydi. Kelinizdan dalbayob, ota Dubaychi kelinizdan. Lekin puli ko'p, uyi bor, mashina bor. Baxtli qiladi. Onasi-chi? Onasi ham Dubaychi ota. Uni ham puli ko'p. Ha, dadajon nima qiladigan bo'ldingiz, hay? Endi bacham, Ha, otajon? ona bacha ikkovi Dubaychi bo'lsa, chaqchag'ish chop bitta magazin tush. Nima uchun? 2 dona qara paketda ko'zni yumib uraveramiz.